Nima deb o'ylaysiz? Mana insonni yoshartiradigan narsa nima? Sevgimi, pulmi? Nima narsa insonni ko'nglini yoshartiradi? Odamni ko'nglini yoshartiradigan mehr bo'lsa kerak. Na mehr qoldi, na hurmat qoldi. Oilani xotirjamlik bo'lsa, odam yosharib yuradi, uka. Rostdan. Kanishni. Kimni mehri sizni yoshartiradi? Endi kimning mehri bo'ladi? Birinchi bo'lib onam mehri. Onajoningiz. Ha, kanishni. Hozir mana onajoningizga telefon qilib, "Onaman sizni yaxshi ko'raman, siz meni jannatim siz deyolasiz." Ha, kanishni. Qizlarni tomosha qilayotgan ekanlar. Qizlar Ko'rsatdaligingizni aytmaysiz. Tushgan ko'rayotganingiz. Sizda gapim bor deysiz. Alo. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Ha, yaxshi o'tiribsizmi ona? Ha, o'tiribman. Ha. Onajonim, sizda gapim bor edi ona. Gapir. Sizni yaxshi ko'raman onajonim. Ha, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin ona. Onam meni polvonim deydi, dardi yukun ko'tarmasam ham. Men akamga Dilmusdan xamir uchiga patir qilib bitta ro'mol jo'natib qo'raman sizga. Keyin u yoqni o'zlari borib kiyintiradilar sizga. Xudo xohlasa. Va'dami? Ha, kanishni. Sog' bo'ling ona. Xo'p bo'ladi, rahmat. Ona Bavr onada yig'lab yordilar, ko'rdinglarmi? Men sizga onamga yetkazib qo'yasiz. Sog' bo'ling akam. Rahmat. Katta. Hop, salomat Ko'zga qarang, qizlarga qarang.